Yoshligimizda biz uchun eng qiyin savol dadang yaxshimi yo ayang yaxshimi degan savol edi. Dadam desangiz, ayangiz ovqat bermaydi, och qolasiz. Ayam desangiz, ana ovqatga yetgan narsalar dadangizni puliga kelgan. Hozir bo'lsa ba'zi bir yigitlar uchun eng qiyin savol o'rtoqlarni tanlaysanmi yo sevgan qizingni tanlaysanmi degan savol. Bizni bitta o'rtamiz 1 yildan buyon shu savolga javob topa olmayapti. Hammani dadasidan ruxsat so'rash muammo bo'lsa, uni sevgan qizidan ruxsat so'rash muammo. Oxiri kecha aytdim, yo bizni tanla yo sevgan qizingni tanla desam, o'ylashim uchun 1 kun vaqt kerak dedi. 1 kun vaqt kerak ekan. Bir hafta avval bolalar shikal qilib qo'ydim, borib beringlar deydi. Biz 1 sekund o'ylamasdan bordik. Nech kishi keladi, nimaga urushyapsan, qayerda urishamiz demadik. Shunday bordik, shunday kaltayib keldik. Chunki biz 6 kishi borganmiz, ular 30 kishi kelgan. Navbatdan-navbat charchab qolguncha urishdi. Qizig'i nimaga kaltayib turganimizni bilmaymiz. Bir-birimizga qarab, nimaga urushyapti bilmadim, ammo yomon urushyapti deb maza qilib kaltayedik. Mayli biz u uchun 10 marta kalta yeb beraveramiz, ammo biz uchun 1 marta choyxonaga kelib